Bu odam sabr qila olmaydi va shimini ho'llab qo'yadi. U hatto 1 santimetr ham harakatlana olmaydi, chunki uning qarshisida dahshatli zombi turardi. Yigit hayotini saqlab qolish uchun haqiqiy haykalga o'xshab qotib turardi, lekin uzoq vaqt harakatsiz turganligi sababli qo'l-oyoqlari qaltiray boshlaydi. U butunlay umidini yo'qotgan paytda birdan o'shqirayotgan zombi to'dasidan qochayotgan odamni ko'rib qoladi. Zombilar uni o'rab olib hujum qilishadi va bu oltin odamga chuqur nafas olib, biroz harakat qilish imkoniyatini beradi. Bu paytda kadr boshqa odamga o'tadi. U ham zombilardan yashirinish uchun haykalga o'xshab turibdi. To'satdan ikki tajovuzkor zombi bir-biri bilan yovvoyi urushga kirishib ketadi va ularning qo'lidan katta go'sht bo'lagi aravaga tushib ketadi. Bu manzarani ko'rgan ikkinchi odam o'zini yomon his qila boshlaydi va qusib yuboradi. Barcha zombilar esa unga tashlanadi. Buni ko'rgan oltin odam darhol qochib, zinapoya ostiga yashirinadi. Zombilar uni sezishmaydi. Shuning uchun u o'zini xavfsiz his qila boshlaydi. Keyin erkak qattiq kulib yuboradi. Ammo shu payt u ortiga qaraganda dahshatdan qotib qoladi. Uning orqasida yuzlab zombilar "O, go'sht" deb kutib turishardi.